Demak, bozorda klassika bo'yicha bitta yaxshi strategiya o'rganamiz, e'tibor beramiz. Ikkita maksimumni birlashtirsam, narx shu zonaga kelib lojning qilyapti. Xo'p, endi bunaqasiga ham bitta zona tashlayman. Bu zonaga ham narx kelib turib lojning qilyapti. Ikkita отскокный zonani lojning qilyapti narx. Xo'p, endi qaranglar, maksimumdan minimumga Fibonacci tortadigan bo'lsam, 0.61.8 zonasida narx. Demak, ikkita, ya'ni 3 ta отскокный zona bitta nuqtada turibdi o'rtoqlar. Bu kuchli zona hisoblanadi. Endi kichik intervalga o'tamiz. Kitobi ko'zda chalg'itmaslik uchun bularni o'chirib tashlayman. Xo'p, e'tibor beramiz. Bizda juda ham chiroyli trend liniya modeli bor bu holatda. Kasanalarda o'rtoqlar o'zlaringiz sanashlaring mumkin. Juda ham ko'p lojnisi ham bor. Bunaqasiga ham bitta zona tashlaymiz o'rtoqlar. Tak 1 2 3 ta kasana bor. Xo'p. Va qo'shimchasiga отскокный zonada o'rtoqlar M modeli shakllanyapti. Bu отскокный zonada, demak kuchli. Va bu holatda bizda bitta signal buzilsa yuqoriga stop loss va idealniy atrabotga o'rtoqlar. Bitta narsani tushunish kerak. Gorizontalniy, vertikalniy zonalar bitta nuqtaga tutashsa va qo'shimchasiga Fibonacci zonasi ham bo'lsa, shu zonaga narx borganida doimiy signal qidirsalaring, signal kuchi anchagina kuchli hisoblanadi. Chunki nimaga? Chunki отскокный zonalar ko'p o'rtoqlar. Bu modelni tarixdan ko'rsatganim yo'q. Kecha Telegram kanalimga yozib, Instagramda telab sizlar uchun live trade qildim o'rtoqlar. Foydalanganlar bo'lsa barakasini bersin. Yana bitta muhim e'lon, onlayn kursimga qabul boshlandi. Bemalol qo'shilishlaring mumkin albatta.